Bismillahirrahmanirrahim. Qadri bilan qadrlilar, orom kafesida yana choyxona palovi xudo xolisa bugun eng nozik qadri bilan qadrli mehmonlarimizning talablariga binoan qo'y go'shti, qo'y dumba, ot yog'larida mana. Ko'ryapsizlar, mana qarang. Ana. Choyxona palov. Asqisa buni yonida noxat cho'ri nima deyapti do'stlar? Surqazilar bilan rosa ketadi-yu. Mana qarang. Glyukozani bombasi, immunitetni originali mana. Mana. Alfabetimizni 33 ta harfi qaynayapti mana. Glyukozani nomeradini mana qarang. Bunaqasi oromda-yu. Yetib borgan joyini obod qilib shifobaxsh joylari mana. Noxat cho'ri. Choyxona palovani dumbalari bilan, izzalari bilan xudo xolisa sizlar duodasizlar. Biza ijodamiz Alloh nasib qilsa. Mana joylarini qarang. Ko'ryapsizlar. Mana. Bismillahirrahmanirrahim. Buni yoniga ham chisnovlarni shundoq bir tashlab olsak, voy, aromatli maza berib yuboradi-yu bu. Mana. Choyxona palov do'stlar. Ot yog'i, qo'y dumbalarini jizza qilib olib, bu katta bolalarni yeb yuboradigan joylari bo'ladi. Xudo xolisa. Issiqlikni originali deymiz mana. Qarang, noxat sho'rini ko'ryapsizlar? Mana. Bu ishlarni qarang titilib ketganini. Matalashga joylari bilan, biqinlari bilan, to'shlari bilan, son go'shtlari bilan. Ana noxat sho'ri. Bu noxat sho'rini yeb mazasini bilish uchun o'sha orom, avangarddagi oromga kelib, xudo xolisa. Yonida mana oshlari bilan, choyxona palovlari bilan, ha? Ana deganlar. Ora qo'zini go'shtlari bilan ketyapti, xudo xolisa mana. Bodom. Oshimiz tayyor bo'ladi. Yana bitta chiroyli qilib obzorini olib beramiz. Bismillah. Ana. Choyxona palov yog'i. Nasib qilsa duoda bo'lib turasizlar, do'stlar. Ana, ketdi.